Birinchi video darslikni boshlaymiz. Sizga shunaqa alize puf iplari kerak bo'ladi. Buni любой pryaja sotadigan magazinlardan olsanglar bo'ladi. Universal pryaja, g'uncha farnitura, Chorsu bozorida Tohir Zuhrani tepasida, Beruniy Eko bozori ichida ham iplar sotadigan joyda alize puf ip bor. Faqat Turkiyani iplarini olinglar, sababi Xitoyniki ham juda ham ko'payib ketdi orada. Hozir bilmayman. Biletlar uchun 9 metrligini olasizlar, 14 metrligini olib qo'ymanglar, yubqa bo'lib chiqadi. Birinchi bo'lib crest uzordan boshlab ko'rsataman. Razmerilarga qarab petla tervalasizlar. Men sizlarga 10 ta petla bilan ko'rsatib beraman. Ipimizni chap tarafdan o'ng tarafga o'tkazib olamiz. Ipimizni qaysi tarafga qarab yurayotgan bo'lsa, X'imizni o'sha tarafga qarab yurg'izamiz. Ipimizni bir-birini ustiga qo'yib, orqadan tayyor petlalardan chiqarib olamiz. Ikkinchi X'imizni ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Ikkita petla bir-birini ustiga yopamiz. Hozir o'ng tarafga qarab ketyapmiz. O'shaning uchun birinchi X'imiz o'ng tarafga bo'lib ketyapti. Faqat adashib ketmanglar. O'ng tarafga ketayotganinglarda X'laringlar faqat o'ng tarafga yuradi, chap tarafga ketayotganinglarda faqat chap tarafga ketadi. Shu ko'rinishda davom ettiramiz. Oxiriga kelganda yana ko'rsataman. Mana oxirigacha to'qib oldim. Ikkinchi qatoriga o'tamiz. Ikkinchi qatoriga o'tganimizda oxirgidek bitta petlani tashab ketamiz. Yana adashib to'qib yormanglar, chunki zigzag uzor bo'lib qolishi mumkin. Endi faqat chap tarafga X qilib to'qib ketamiz. X qilayotganda umuman adashib ketmanglar. Oldidagisi chap tarafda bo'lishi kerak. Shunday qilib oxirigacha to'qib olamiz. Oxiriga kelganimizda bitta petelka ortiqcha bo'lib chiqadi. Sababi boshida bitta petla tashab ketgan edik. Endi buni keyingi qatorimizga qo'shib olamiz. Uchinchi qatorga o'tayotganimizda bularni bir-biriga X qilib oddiy обычный qilib to'qib ketamiz. Ko'rinishda to'qsanglar kresik uzorlar chiqishi faqat 3-4 qatordan keyin bilinishni boshlaydi. Mana 10 ta petladan to'qilgan uzorlar chiqishi boshlaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'ying. Alize pufi ipini yaxshi ko'radiganlar ekranga qarab o'tiringlar. Sizlar bilan spiral uzor to'qishni o'rganamiz. Sizlarga ko'rsatib berish uchun 10 ta petladan ko'rsatib beraman. Sizlar xohishinglarga qarab rasmda santimetr va nechta petla olinishini tashab ketdim. Petlalarni sanab olganinglardan keyin oxirgi petlalarni olib o'ng tarafga qayiltirasizlar. Yoki o'ng tarafga yoki chap tarafga qayiltirganimizdan keyin orqadan kelayotgan ipni ichidan o'tkazib yuboramiz. Videoda ko'ryapsizlar. Mana qayiltirildi. Orqasidagi petlani shunday kirgizib yuboramiz. Adashib ketmanglar. O'ng tarafga qayiltiryapsizlarmi iplarni oxirigacha o'ng tarafga qayiltirib ketasizlar. Chap tarafga qayiltirayotgan bo'lsanglar faqat chap tarafga qayiltirib ketasizlar. Qayiltirdik, orqasiga ipni o'tkazdik. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha to'qib olamiz. Aylantirib orqasidan kirgizamiz. Mana oxirgi petlani ham chiqarib oldik. Xuddi shunaqa qilib ikkinchi qatorga o'tamiz. O'sha mana bir qatori tayyor. Ikkinchi qatorda ham faqat o'ng tarafga aylantirib ketamiz. Biletimiz oxiri tugagunigacha ham o'ng tarafga aylantirib to'qiymiz. Bu uzr unchalik qiyin emas, faqat aylantirib orqasidan petla kirgizib chiqamiz. Shunaqa qilib borib kelib to'qiyverasiz. Shu bilan ikkinchi darsimiz ham tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib podpiska bo'lib qo'ying. Bugun sizlar bilan zigzag uzorini o'rganamiz. Men 10 ta petladan sizlarga например qilib ko'rsatib beraman. Sizlar детский plet uchun 48 ta petla olsanglar bo'ladi. Oxirgi petlalarimizni bir-birini ustiga qo'yamiz. Ipimiz qaysi tarafga yursa, o'sha tarafga qaratib X'imizni qilamiz. Orqadan kelayotgan ipni o'tkazib yuboramiz. Xuddi bu ham X uzorga o'xshatib to'qib ketiladi. Oxirigacha to'qiymiz. Oxirgisini ham to'qib bo'lganimizdan keyin ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi qatorda xuddi shunaqa qilib X qilamiz. Oxirida bitta tashab ketib qolmanglar, sababi bunda krestik uzor paydo bo'lib qoladi. Zigzag uzorda hech qanaqa petla tashab ketilmaydi. Faqatgina X qilib bir-biridan o'tkaziladi. Faqat ipimiz qaysi tarafga yursa, o'sha tarafga qaratib X qilamiz. Shunaqa qilib ipinglar tugagunigacha to'qaverasizlar. Har doim uzorlarimiz 4-5 qatorlarda bilinishni boshlaydi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying.